Tövəndə deyəxtanlarga dövlətlər, yəni millətlər nimişqa halak boludu namlıq kitapdan özlüksüz tərcümə. 7. bab 3. paragraf Şərəflik inqilab. Şərəflik inqilab g'alib qozongandan keyin parlament bilan padişah William yangi asosiy qonun haqida muzokiralashgan. Bu o'zgarishlar haqida William o'zining tajovuzchilik qilishidan sal burunla ishorat bergan. Ular 1689 yil fevralda parlament tarafidan tuzilgan huquq xitobnomasidan yaralgan. Bu xitobnoma Williamga shohlik tojini kaydirish murosimida uningga o'qib berilgan. Nurg'un jihatdan aytganda, imzolangandan keyin huquq qonuni deb atalgan bu xitobnoma yanala g'uvo edi. Lekin muhim bo'lgani, uning yadroliq bo'lgan asosiy qonun prinsiplarini turg'izganligi edi. U taxtga varislik qilishning prinsipini bekitgan bo'lib, burundan davomlashib kelayotgan taxtga meroslik qilish prinsipidan mohiyatlik darajada farq qilgan edi. Agar parlament podshohni vazifadan qoldirib, o'zlari yaxshi ko'radigan birsini podshoh qilib tiklay olsa, ular nima shunday qilmasin? Huquq xitobnomasi podshohning qonunni to'xtatolmaydiganligi yoki keraksiz qila olmaydiganligini muayyanlashtirdi va parlamentning ma'qulligi bo'lmagan holda bojni oshirishning qonunsizligini qayta sharhladi. Shundaqla parlamentning tasdiqisiz Angliyada muntazam armiyaning bo'lolmaydiganligini izohladi. G'uvoliq 8 nomerga o'xshash moddalarga singib kirgan bo'lib, uningda mundaq deyilgan: parlament a'zolarining saylanishi erkin bo'lishi kerak. Lekin bu modda erkin bo'lishning qanday belgilanganligi haqida aniqlama bermagan. Texmi g'uvoroq bo'lgani 13-modda bo'lib, uning asosiy mazmuni parlamentning doimlik yig'in ichib turish kerakligi haqida edi. Shuningdan boshlab parlamentning qachon yig'in ichish ochmasligi bir asr degadak talash tartish qilingan masala bo'ldi. Chunki 13-moddadan hech kim bir ochiqroq aniqlama ko'ra olmagan edi. Qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, bu xil g'uvo bayonlarning sababi aniq edi. Moddalar ijro qilinishi kerak edi. Podshoh Charles II hukmronligi ostida 3 yillik qonun yo'lga qo'yilgan bo'lib, u parlamentning har 3 yilda kam deganda bir qitim yig'ilishini talab qilgan edi. Lekin podshoh Charles uning parvo qilmadi va hech yuz bermadi. Chunki uni ijro qiladigan biror chora yo'q edi. 1688-yildan keyin parlament xuddi podshoh John buyuk xitobnomaga imzo qo'ygandan keyin baronlar o'zaro maslahatlashganda bu moddani ijro qiladigan biror usulni o'tirib qo'yishmadi. Chunki ularning unda qilishning hojati qolmagan edi. Nopus va qaror chiqarish huquqi 1688-yildan keyin parlamentning qo'liga o'tgan edi. Ro'shan bo'lgan asosiy qonun asosidagi qoida nizomlar va belgilar bo'lmay turibmi, William burunqi podshohlar yurgizgan huquqlarning nurg'unlaridan voz kechdi. U qonuniy da'volarga qo'l tiqishni to'xtatdi. Burunqi podshohlarda bo'ladigan huquqlardan, masalan, tamojna kirimidan umrlik manfaatlanadigan burunqi podshohlar bahralangan huquqlardan voz kechdi. Bularni o'ylashganda, siyosiy muassasalardagi bu o'zgarishlar parlamentning podshoh ustidan qilgan g'alabasi bo'lib, shuning bilan Angliyadagi mutlaqiyatchilikka xotima berildi va orqadan 1707-yili Birlashish qonuni bo'yicha Angliya bilan Shotlandiyaning qo'shilishidan shakllangan Buyuk Britaniyada mutlaqiyatchilikka xotima berildi. Shundan boshlab parlament davlat siyosatini belgilashni o'z qo'lida chang tutib keldi. Buning ahamiyati zo'r bo'ldi. Chunki parlamentning manfaati Stuart podshohlarining manfaatlaridan tubdan farq qiladi. Parlament a'zolarining nurg'unlarining
savdo va sanoatga solgan mablag'lari sababli mulk huquqini ijro qilishning ular uchun foydasi bo'ladi. Istiqbol jamoati doimgidek mulk huquqiga tajovuz qilib turadi. Mana endi uningga rioya qilingan bo'ldi. Istiqbol jamoati hukumatda moliyaning qanday ishiltilishini kontrol qilmoqchi bo'lganida parlament bajning oshirilishiga va hokimiyatning huquqni kuchaytirishiga qarshi chiqdi. Mana endi davlat moliyasini parlament kontrol qilgan bo'ldi va o'zlari arziydi deb qaragan ishlar uchun bajni oshirib, pul xajlashni xo'shallik bilan ijro qildi. Bularning orasida muhim bo'lgani tashqi savdo ishlariga mablag' solgan parlament a'zolarining manfaatini qo'g'daydigan dengiz armiyasini kuchaytirishga xarajat ko'paytirish bo'ldi. Parlament a'zolarining manfaatidan muhim bo'lgani siyosiy muassasalarning ko'p xillik xarakterini shakllantirishi bo'ldi. Angliya fuqarolarining parlamentga hal etish huquqi bo'ldi. Ilgari siyosatlar podshohlar tarafidan chiqarilgan bo'lib, mana endi siyosiy va iqtisodiy muassasalarni parlament belgilaydigan bo'ldi. Bundaq bo'lishining qisman sababi parlament a'zolarining saylam orqali vazifaga o'ldirishi tufaylidan edi. Lekin bu mezgilda Angliya demokratiyaga ko'chishdan texi yiroq bo'lib, aholining hal ahvoliga nisbatan qaytarilgan inkaslar salla mazala bo'ldi. Nurg'un tengsizlikning ichida 18-asrda Angliya aholisining 2%dan ozroq qismini saylamda bilet tashlay oladigan bo'lib, ularning hammasi er kishilardan bo'lishi kerak edi. Birmingham, Leeds, Manchester va Sheffieldga o'xshash sanoat inqilobi yuz bergan shaharlarning parlamentlarida hech bir mustaqil vakillari yo'q edi. Aksicha, yezi rayonlarining vakillari ustunlikni egallagan edi. Qamlashmaganimi shuki, yezilik rayonlaridagi, ya'ni noyi aymoqlardagi saylamda bilet tashlash huquqi yer mulkka ega bo'lgan iqtidorchilik asosida bo'lgan bo'lsa, nurg'un shahar rayonlari, ya'ni bozorlari oz sondagi yuqori tabiiy kishilar tomonidan kontrol qilingani uchun ular yangidan bosh ko'targan sanoatchilarning saylamda bilet tashlashi yoki amal uchun saylamga tushishiga yo'l qo'ymagan edi. Masalan, Buckingham bozorida 13 kishining alohida bilet tashlash huquqi bo'lgan edi. Uning ustiga bu yerlardagi cherib ketgan bozorlar, ya'ni xilidan beri saylamda bilet tashlash huquqi bo'lgan, lekin vaqtning o'tishi bilan aholining ko'chib ketishi yoki Angliyaning sharq qirg'idagi Donmishdak qirg'oqning yemirilishi tufaylidan dengizga yam bo'lib ketgan bozorlar sababidan saylam huquqidan mahrum qolgan edi. Har bir cherib ketgan bozorda saylamga ovoz beruvchi oz sondagi kishilar 2 kishini parlamentga saylaydi. Kona Sarunning 7 bilet tashlag'uvchisi bo'lgan bo'lsa, Donmishning 32 nafar bilet tashlag'uvchisi bo'lib, ularning har biri 2 parlament a'zosini saylashdi. Lekin parlamentga va shu orqali iqtisodiy muassasalarga ta'sir ko'rsatishning boshqa yo'llari bor edi. Bularning ichida eng muhimi arz yoki iltimos sunish bo'lib, bu sharafli inqilobdan keyin paydo bo'lgan ko'p xillik elib kelgan chaklik yo'sindagi demokratiyadan muhim edi. Har kim parlamentga iltimos sunsa bo'ladi. Muhim bo'lgani kishilar iltimos sunganda parlament ularga quloq beradi. Mana bu 1688-yildan keyingi Angliyada barliq kelgan ko'p xillikning ko'tarilishi va jamiyatning keng sohasining huquqlantirilganligi ham mutlaqiyatchilikning mag'lub bo'lganligini namoyon qiladigan hamma narsaning muhim bo'lgan narsa edi. Shu zamonlarda ko'payib berayotgan iltimos sunish faoliyatlari iltimoschilarning jamiyatning har qaysi sohasidan kelganligini ko'rsatgan bo'lib, parlamentda vazifaga o'tirganlar yoki ularga vakillik qilganlarning tashayinidagi nurg'un kishilar va sohalarni o'z ichiga olgan edi. Demak, ularning davlatning qanday idora qilinishiga ta'sir qilgan huquqi bo'lgan va ular o'z huquqlarini ishlatishgan. Monopoliya haqidagi misollar bu nuqtani eng yaxshi tushuntirib beradi. Biz yuqorida 17-asrda talon-taroj xarakterlik muassasalarda monopoliyaning qanday markazlik o'rin tutganligini ko'rgan edik. Ular 1623-yili monopoliya qonuni yo'l qo'ygandan keyin zarbaga uchragan va Angliya ishga urush mezgilida hal qiluvchi talash-tartish qilingan masalaga aylangan. Uzun muddatlik parlament
fuqarolarning hayotiga daxl ta'ruz yetkazgan davlat ichidagi barliq monopoliyani amaldan qoldirgan. Gerçi Charles II va James II burunqi holatga qaytalmagan bo'lsa-mu, ammo tashqi monopoliyani berish huquqini saqlab qolishdi. Bularning biri Xalq Afrika şirkati bo'lib, uning monopoliya nizomnomasini 1660-yili podshoh Charles II tarqatgan edi. Bu shirkat foydasi ko'p bo'lgan Afrikaning qul savdosiga qarta monopoliyaga ega bo'lib, uning boshlig'i va asosli paychi kassadori Charlesning inisi va uzun qolmay podshoh bo'lgan James II edi. 1688-yildan keyin bu shirkat o'zining boshlig'ini yo'qotib qolmasdan balki muhim qo'llovchisidan ayrilib qoldi. James ayni chaqda bu shirkatning monopoliyasini G'arbiy Afrikadan qullarni setib olib, Amerika qit'asiga sotilgan mustaqil savdogarlardan qo'g'digan edi. Bu tijorat intayin ko'p manfaat beradigan savdo bo'lib, inglizlarning Atlantikdagi boshqa barliq savdosi erkin bo'lgandan keyin Xalq Afrika shirkati nurg'un xirslarga duch kelgan. 1689-yili bu shirkat bir bulbul markalik yük kemisini musodir qilgandan keyin bu kemining egillari Xalq Afrika shirkati ustidan mallarimizni qonunsiz musodir qilib oldi deb arz qilgan. Başlovchi Holter Xalq Afrika shirkatining podshohning imtiyozi bilan barliq kelgan monopoliya huquqini yurgizganligini sabab qilib, bu shirkatning bir bulbul yük kemisining mallarini musodir qilganligini qonunsiz deb hukm chiqargan. Holtning mantiqasi bo'yicha monopoliya huquqi qonun asosida berilishi kerak bo'lib, bu huquqni kimga berishni parlament belgilashi kerak edi. Shuning bilan Holt Xalq Afrika shirkatining monopoliya huquqini va hatto kelgusidagi barliq monopoliyalarni berish huquqini parlamentning qo'liga tutqizdi. 1688-yildan burun bunday hukm chiqarilgan har qanday sotchini podshoh vazifasini ilib tashlaydi. 1688-yildan keyin shamolning yo'linishi haqiqatan boshqacha bo'ldi. Parlament monopoliya bilan qanday aloqador bo'lish ustida qaror chiqarish bilan bo'layotganda, uning sunilgan iltimoslar ko'paydi. Ularning 135 partisi Atlantik savdosining erkin bo'lishini talab qilgan mustaqil savdogarlardan kelgan edi. Gerçi Xalq Afrika shirkati bu talablarga loyiq javob bergan bo'lsa-mu, uning halokatini talab qilgan iltimoslarga son va ko'lam jihatdan tanqid bo'la olmadi. Xalq Afrika shirkati qarshi turish harakatlarini o'zlarining tor ma'nodagi manfaat uchun emas, balki davlat manfaati uchun deb sifatlagan mustaqil tijoratchilar o'zlarining davosini utdi. Demasam-a, bu davlat manfaatiga aloqador masala edi. Natijada 135 iltimosning ichida 5gala mustaqil tijoratchilar imzosini qo'ygan bo'lib, 73 parcha iltimos Londonning sirtidagi o'lkalardan kelgan edi. Faqat 8 iltimosdan Xalq Afrika shirkatiga yonbes sunilgan edi. Mustamlik qilingan rayonlarda iltimos sunishga yo'l qo'yilganlikdan mustaqil tijoratchilar u yerlardan 27 iltimos yig'di. Xalq Afrika shirkati 11 iltimos yig'di. Mustaqil tijoratchilar o'zlarining iltimoslari uchun jami 8000 imzo to'plagan bo'lib, Xalq Afrika shirkati uchun to'plangan imzo 2500 bo'ldi. Bu kurash toki 1698-yilgacha, ya'ni Xalq Afrika shirkati taqalg'ich davomlashdi. Iqtisodiy muassasalar haqida chiqarilgan bu qarorlar bilan birlikda 1688-yildan keyin sunilgan iltimoslarga qarata berilgan yangi javoblarning turtkichida parlament a'zolari sanoat inqilobining tug'ilishiga yo'l ochadigan hukumat siyosatlari va iqtisodiy muassasalarga qarata bir yurish o'zgarishlarni ilib bordi. Stuart jamiyati hukm surgan chog'da zaiflashgan mulk huquqi kuchaytirildi. Parlament yasamachilikqa to'sqinlik qiladigan bojni yo'l qo'yishning o'rniga balki uni rivojlantiradigan iqtisodiy muassasalar islohotini ilib bordi. O'choq beji, ya'ni o'choq yoki mash uchun ilinadigan yillik boj bo'lib, asosli bu boj yasamachilarga tushadiganligi va qattiq qarshilik uchraganligi uchun William Barry bilan Mary taxtga o'tirib uzun o'tmay 1689-yilda bu boj amaldan qoldirildi. O'choq bejining o'rniga parlament yerga boj elishni boshladi. Boj yukini qayta taqsimlash parlament qo'llagan yasamachilarga moyil birdan-bir siyosat emas edi. Bozorni kengaytiradigan va yung to'qimchiligining foydasini oshiradigan bir yurish qonun va loyihalar ma'qullandi. Bularning hammasi siyosiy jihatdan aqlga uyg'un edi. Chunki podshoh Jamesga qarshi turgan nurg'un parlament a'zolarining ko'pinchisi
yenidan bix surayotgan yasamchilik egiligiga ko'p mablag' solgan edi. Parlament yani yerga bo'lgan egdarchilik huquqining tüptün qayta tashkillanishiga va mustahkamlanishiga yo'l qo'ydi va mulkiy igdorchilik qilish huquqi ham ishlatilish huquqining nurg'un ko'ni shakllarini yo'qotib tashladi. Parlament diqqat bergan yana bir muhim ish pul muomalini isloh qilish bo'ldi. Garchi sharafdagi inqilob yuz bergichi bo'lgan vaqtda bank va pul muomala ishlari taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, 1694 yil sanoatni mablag' bilan ta'minlaydigan manba sifatida 1694 yil qurilgan Angliya bankasi bu jarayonni texmi mustahkamladi. Bu sharafdagi inqilobning yana bir bevosita natijasidir. Angliya bankasining qurilishi texmi keng doiralik pul muomala inqilobining maydonga kelishiga yo'l ochdi. Bu pul muomala bozorlarining va bankchilikning g'oyat zo'r ko'lamda kengayishini keltirib chiqardi. 18-asrning boshlarida o'zining zarur nasllar bilan qarzini to'lashga kepillik qila oladigan har qanday kishi bankdan qarz ola oladigan holga kelgan edi. Londondagi nisbatan kichik banki bo'lgan hamda yaxshi saqlangan Seahawk shirkatining 1702 yildan 1724 yillargacha bo'lgan ilm berim xotirasi bu nuqtani yaxshi yo'ritib berdi. Gerçi banka aksiyonlarga va zamindarlarga qarz bergan bo'lsa-mu, ammo shu mezgilda Seahawk bankasidan yuqori sommada qarz olganlarning to'liq 3dan 2si imtiyozli ijtimoiy sinflardan kelmagan. Aksiyalar tijoratchilar, ya'ni ushaq tijoratchilar va savdogarlar bo'lib, masalan John Semes ismli o'rta hol turmush saviyasidagi ingliz kishi 1715 yili bilan 1719 yillarning oralig'ida bu bankning jami 2600 fond sterlin qarz olgan. Hozirga qadar biz sharafli inqilobni qanday qilib Angliyaning siyosiy muassasalarini o'zgartirib, ularni texim ko'p xillikka ega qilganligini va hamda hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy muassasalarni qurib chiqishning yo'lini solganligini ta'kidladik. Sharafli inqilobning asl bo'lgan muassasalarga o'zgartish ilib kelgan bundaq bir ahamiyatli narsa bor. Parlament to'g'rilab başlagan siyosiy markazlashtirish jarayonini davomlashtirgan. Bu faqatla cheklamalarning oshganligi yoki hukumatning boshqacha usul bilan boshqarganligi emas, yoki ingliz hukumatining pullarni boshqa narsalarga xarjlaganligi emas, balki hokimiyatning har qaysi yo'nalishlar bo'yicha zo'rayib kuchining va iqtidorining oshganligi edi. Bu o'z navbatida siyosiy markazlashtirish bilan ko'p xillikning o'tirisiga bog'lanishini tushuntirdi. 1688 yilidan ilgari parlament hukumatni unumdor va texim boy qilishga qarshi turgan bo'lib, sababi u chaqda parlament hukumatni kontrol qila olmaydi. Ammo 1688 yili hikoya bosqichi mazmunida yozildi. Davlat moliya chiqimining davlat kirimining 10% ni egallashi bilan hukumat zo'raydi. Buningga yantayoq bo'lgani baja ilingan sohalarning kengayishi bo'libmi, davlat ichida ishlab chiqarilgan tovarlardan ilingan baj tizimligining uzun bo'lishi edi. Şu vaqtning o'zida bu xamchot intayin cho'ng bo'lib, amaliyotda uni zamonimizga dunyoning nurg'un yerlariga selishtirganda yanada cho'ng hisoblandi. Masalan, Kolumbiya davlatining davlat xamchoti bu nisbatga 1980-yillarda qilayotgan bo'lib, tuvanki Sahara Afrikasining nurg'un rayonlarida, masalan, Sierra Leone ile beysaq, onunğa zo'r ko'lamda berilgan chet el yordamini hisobga olmaganda, bu davlatning xamchotining uning iqtisodiga bo'lgan nisbati yanada kichik o'rinda turdi. Lekin hukumat ko'lamining kengayishi siyosiy markazlashtirish jarayonining bir qismidir. Hammadan muhim bo'lgani hokimiyatning sifatli yurishishi hamda uni idora qiluvchilar va huquq yurgizuvchilarning harakat qilmishlaridir. Biz bu kitobning 186-betida ko'rganimizdek, Angliyada hokimiyat muassasalarining qurilishi o'rta asrga berib taqilgan bo'lsa-mu, ammo siyosiy markazlashtirish va zamonaviy boshqarishning taraqqiyotiga yo'l ochish Podshoh Henriyetta va Henry VIII keskin qarori bilan boshlangan. Shundaqdimi, u chaqdagi hokimiyat apparatlari 1688-yildan keyin shakllangan zamonaviy qurilmadan ko'p yiroq bo'lgan. Masalan, kishilarning huquqli vazifalarga qo'yilishi yalnız siyosiy mavqe asosida bo'lgan bo'lib, ularning ortiqchiligi va talanti asos qilinmagan hamda hokimiyatning bojni oshirish imkoniyati cheklik bo'lgan. 1688 yildan keyin parlament boj orqali kirim yaratish iqtidorini yuqori ko'targan bo'lib, bu taraqqiyotni uning iste'mol beji yig'adigan idorasi ishlaydigan odamlarning 1690-yildagi 1211 kishidan
1780 yildagi 4800 nafar xizmatchiga ko'payganligidan ko'rilishga bo'ladi. İste'mol beji müfəttişləri, nazoratchilari mamlakatning hamma yerlariga qo'yilgan bo'lib, ularga baj ilinishga tegishli bolka, piva va boshqa tovarlarning miqdorini hisoblash va o'lchashni tekshirib turadigan bajgirlar tarafidan nazoratchilik qilingan. Bu xil faoliyatning doirasi haqida tarixshunos John Brewer tarafidan qalamga ilingan nazoratchi George Copperswaite'ning bajni qayta izohlashi haqidagi tushuntirishidan bilimga erishgili bo'ladi. 1710 yili 12 iyuldan 5 iyulgacha bo'lgan aralıqda nazoratchi Copperswaite Yorkshire Richmond rayonida 290 chaqirim, ya'ni 464 kilometr yo'l yurgan. Bu jarayonda u 263 oshxonani, 71 bug'doy iskladini, ya'ni oshliq iskladini va 20 sham ishlab chiqarilgan o'rinni ham bir pivo ishlab chiqaradigan zavodni ziyorat qilgan. O mahsulotning jami 81 o'xshamagan o'lchimini olgan va o'zi uchun ishlayotgan iste'mol beji yig'adigan 9 nafar bajgirning xizmatini tekshirgan. Biz uning 8 yildan keyin Yorkshirening boshqa yerida, ya'ni Wakefield rayonida yanada burunqidek tirishib ishlayotganligini ko'ramiz. Wakefieldda o har kuni 6 kun, kuniga o'ttir hisob bilan 19 chaqirim, ya'ni 30 kilometr yo'l yurib, normal holatda haftada 4 yoki 5 o'rinni tekshirib turgan. Yakshanba kuni, ya'ni uning dam olish kunida o kitoblarni yozgan. Shu sababdan biz uning faoliyatlari haqida mukammal xotiraga erishdik. Albatta, iste'mol beji tuzumi murakkab hisob xotirlash usulini o'z ichiga olgan edi. Xizmatchilar 3 xil o'xshamagan xotira qoldirishgan bo'lib, ularning hammasi bir-biriga mos kelish kerak edi. Xotirlarga yolg'onni aralashtirish ig'ir gunoh bo'lgan. Ig'ir jinoyat hisoblangan. 1710 yillarda hukumatning jamiyatni bu darajada nazorat qilishi kunimizdagi nurg'un namorat davlatlarning jamiyatlarini idora qilishdan zo'r darajada eshib ketgan. Hammadan ahamiyatli bo'lgani 1688 yildan keyin davlat muhim vazifalarga xodim tayinlashda siyosiy mavqeni emas, shaxsning talantini asos qilgan bo'lib, shuning bilan davlatni unumli idora qiladigan kuchli asosiy muassasalarni taraqqi qildirgan.